Assalomu alaykum. Meni hurmatli kuzatuvchilarim, hozir men Abdulloh Muhammad Aziz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Shartdan. Nimada o'ynaymiz? Abdulloh? Limondan. Yo'q, limondan o'ynaymiz. Hozir limonni yeb berish. Kim aptini burishtirmasdan limon yeb berish bo'ladi. Bir palla limonni, mana limonimizni 3 ta pallaga kesamiz. Mana qayolmayman. Yana mana 3 ta pallaga kesamizda. Tirishtirmasdan, aftimizni burishtirmasdan mana shuni yeb berishimiz kerak. To'xtab turing. To'xtab turing. Nimada o'ynaymiz? Nima? Oldin shart qo'yamizda, nimada o'ynaymiz? Aytinglarchi? Marojno berishdami? Siz hali o'zingiz yaxshi ko'rasiz-ku. Bitta o'sha shokoladdan olib berasiz. Xo'pmi? Sizchi? Pulingiz bo'lganda-da. Pulingiz bo'lganda olib berasiz, xo'p? Nima berasiz? Shokolad. Shokolad sizdan. Xo'p. Men yutqizib qo'ysam, sizlarga Siz olmaysiz. tanlagan marojnilaringizni olib beraman. Xo'p? Qani, birinchi eng kichkinamiz Abdullohdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh, qani limonni olingchi. Yaxshilab qarab turinglar kuzatuvchilar. Abdulloh qani? Ha, yeyvering. Ashuni hammasini yeyishingiz kerak. Ha. Молодец. Abdulloh yaxshi yedi-ya, nima gapini burishtirmadi? Nordon narsaga. Nordon ekanmi Abdulloh? Ha, bittada. Ana, voy молодец. Ana, Abdulloh birinchi shartimizdan o'tdi. Endi siz oling bitta pallasini. Ana, endi Muhammad Aziz tekshirib turamiz. Qani, 1 2 3. Yaxshilab chaynang, yutib o'rmang. Siz yeyolmasangiz, sizga tuxlardim. Ha. Endi menga navbat. Bitta pallasi qoldi. Yo'q. O'zim yey olmasam, Bittada tuxlardim. urug'ini olib tashlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Dastaga qilishli yo'q. Yutqizdim. Endi siz olmaysiz. Shunaqa ham nordon bo'ladimi bu? Ana yana kesib bering. Qo'yaman. Qanaqa qilib yedilaringiz buni? Oson. Siz bilan o'tiring. Siz bilan. Ammo Bu shartimizda men yutqizdim. Bolajonlarimizga. Yana Limon o'ynaylik. deyish oson bo'lmadi. Yana o'ynaylik. Limon juda ham nordon ekan. Men yutqizdim. Tanlagan marojnalaringizni men olib beraman, xo'p? Hammaga xayrli kech. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.